Şimdi arkadaşlar biz bu saat dersimizde hem de progress barını sözleyimize progress barını. Aldığın saatte sek barını sözlep olduk kodayma. Sek barını sözlep olduk kodayma. Sek barını sözlep olduk. Bu saat dersimizde hem de progress barını. Progress barıyla bir kur. Tuğuş bitmiş. Onda da dersin başlayıp biteyle. Ben bu orun neslemle uçurup layıklar kutkattayım ağlayıp. Matek istiyor onu uçurutay. Andın biz bugün progress barını sözleyimiz. Onda da bu activity extenders kısmında. Biz bugün progress bar iki xil ayrıldı. Birisi horizontal, birisi vertikal. Vertikal atletiksi olsa bu jumlaq atletiksi. Horizontal olsa uzunçaq atletiksi. Mana mayat ba. Mana progress barning iki xili var bunun. Progress barning birinchi xili olsa bu cho'glaydigani. Ikkinchi xili olsa mana mang'digani. Bu progress barning horizontal shakli deb atalishadi. Mani diyalog şeklinde diyaloglara sarsaxlab tunjazayjon deganda xiyalik işletsek, mani birine tushayotgan chog'da to'liq ishiltimiz. Undaqda bu ikkisini ayrim ikki xil ishiltish o'xshash, lekin hammasi o'xshash buniki. Faqat bu shu shakllar o'xshamaydi. Qolgan yerlarning hammasi o'xshaydi. Uni oldin soatlardan mayaliga shobe olsun, selektor olsun, yeminasi olsun qurib ishiltishni ko'rsatib qo'ygan. Bunun biz stylesini, yanlışını biz de bulmayız. Fakat bunun xaslıqlarını ve işletiş usulunu bir qurtuluş misallar ötüp gitmiz. Allah'ta biz ders başlayalım. Avvaldan bir tal title çıkaray. Bunun şöyle yok. Kenliki tuş çıksın. İgiz kenliki İgizlik 60 bununki background'si muşxularını bolsun. Andın bunun aktivitesi otur doğrulansın çetki mezmunları. Andın bunu bir tal teksti yok öyle. Teksti yok. Bunun mezmunu qarab çıksın. Andın Android teksti azı quruq tutsun. Android mansip böyle progress bar olsun da. Android text colors ah olsun burunqadık. Andın burunqadık text size 22 dB olsun. Andın bizden bu töpüstiki çıkıp oldu yazdı title. Undaqda biz bununla ID bir ötüp Android ID'si RL1 olsun. Andaqda ben bunun astığa light kuray. Light bununki bunun kaniki tuş çıksın 100 dB olsun. 100 dB olsun. Andın bununki ID'si Android ID'si RL2 olsun. Andın bu RL1'nin aslı tutsun. Light Blow'si RL1'nin aslı da. Andın biz bununla bir tal bunun aktivitesi otur doğrulansın çetki bunu. Bunun iki tal teksti okuyup bununki jontesini yani percent çıkaramasın progress barniki percentin çıkarayla da biz Android tekstiyor deşkin koymuşsun ama tekstiyor çetki mezmunu qarab tutsun, Android text size
18 dB bo'lsin Android buniki andin Android teksti Progressbarning ba'zan kino ko'rgan chog'da o'qisizlar Progressbarning 3 xil rang qatlam bo'ldi va asosiy 3 xil rang qatlam bo'ldi. Birisi qora rang qatlami, birisi suv rang qatlami, birisi qaynoq bir rang qatlami, 3 xil rang qatlam bor. Shu 3 xil rang qatlamni chiqarish uchun biz amsa ikkita tekstni qo'yib, ikkita tekstni qancha persentgacha buni aniq ko'rib boqaylik. Bunda diyi Jindutyo bu xavzat o'z Jindutyo va bu meniki Progressbarniki. Andaqda biz tekst size'ini bir qotdiq. Endi buni ID'sini berib o'taylik. Android ID TV1 andin bunun astıga imbirni yanığa çıksın bu yanığa astıga düşmüsün yanığa çıksın Android light off bunda barni şu yanığa çıkıdığını ema yanığa kimnin yanığa çıkıdı bu degende TV1'nin yanığa çıksın özgürlük yok ya maneli tutturuyor ya Grafiti center turaversin andin yana margin qilmoq o'sbaqay buni margin left olsin left on mağdike bu mesela bunda qilsam mağdi nima buni oq o'tmaydi Android light offset Buni emniyette avyam nima bo'lishdan o'tmayapti. Endi biz bu ikkisining mayalida mazmun chiqishini ama ikkisini o'tirsa orliq tashlashimiz kerak. Undaqda men bundan Android buniki qaysi ma'noda bo'ldi deganda buniki margin left margin range ma'nodasam buningga 40 dB mağdursam andın maniki margin left'siga 40 dB mağdursam margin left'siga 40 dB manda qilganda mazmunlari o'tmayaligi chiqadi ama andin biz bu yerni chiqarib bo'ldik hozir 3 bilekni chiqarib bo'ldik bu yer 2 bilek andaqda biz yana davomliq bir tal relate lighting birini qurib buningki jin o'tyav ya'ni Progressbarni ko'raylik buningki kengligi to'shib chiqsin egizligi to'shib chiqsin bu kimni asıl tutsin deganda light velocity relate light 2 ni asıl turdi andin bunun marginsi center o'tir to'g'rilansin andin havo yerlar bo'ldi andin buningki yana Progressbar shunama Progressbar bu jumbalig'i bu andaqda biz buningki egizkanligi mazmuni qarab chiqsin shunama andin buningki Progressbarning qanda xalqlari bor deganda buningki yodilvodek xalqlarimi yo'q shu nemish yaxshisini chiroyli qilsanglar men oldin soat o'tgandek yaxshisini chiroyli qilsanglar bo'ldi hozir buningki
manda bir eng asosliq man bir xasqa var. O xasqa bo'lsa shu Android bu stylesni ichiga kirdi deyman. Stylus andın masal belgisi Android horizontal da mesela mana bilinglar mana ma eng cho'ng xosliqlardan birisi shu. Bu xosliq bo'lsa buniki ikki xil shaklini chiqarib turdi. Mana elevetsek bu jumlaq shakli keldi. Bunu qo'ysak bu mandaq shakli, mandaq qilqi. Tuzmaqdan progress barga aylandi. Birinchisini biz mandaq qilib ko'raylik. Bu birinchi progress bar. Buningga hech qanday unum qo'shmaydi. Misallarni ko'rib baxsanlar bo'ldi. Bu o'z cho'glaydi. Buni zidon ishlasanlar bo'ldi bo'lmasa. Yani cihazay diye yerga qo'yib qo'ysanlar bo'lgan narsa. Yoshini o'zgartirsanlar. Buni kechib nemiz ko'rib ketmasanlar oldindan tushunib olasizlar. Biz endi bunu başta qo'yib turib, buni ID bir o'taylik. Android ID'si KB1 bo'lsin. Andin progress var 2'ninki ID'si PB2 bo'lsin. Andaqda biz hozir ko'rganimizdek buni men bu yoqqa qo'ydik. Endi buning kanligini majbur emas qilib o'tdik. Endi bu progress bar birini asoslaydi. Bu ikkisini aralıq belki yaqın qaldı ama onun üstüne mamma yakıp qaldı. Ondaqda biz bunu oturib dolanırıq. Android center horizontal bir xasqa var. Muşun şu qoysak oturib keldi. Andın Android buniki ikkisini oturib azraq qilib qo'yish kerak ama ondaqda botun sığa 20 dB qilib qo'yay. Lan to'p yesim deb. Mana ikkisi aralıq taşlandı şimdi ama endi biz yana ID bir botluq bunu xaslıqlarını ko'rib baqalayapmiz. Qanday xaslıqqa bor deganda bu ikkisini o'xshash xaslıqqa ikki progress bar. Birisi horizontal shakli, birisi vertikal shakli, yumbuloq shakli bor. Ikkisi xaslıqqa o'xshash. Android deb yozgandan keyin Mash deb bir xaslıqqa bor. Bu maaş ikisini ben de bir boğana. Bu maaş olsa bu en yukarı olganda ma'num. En yukarı kıymeti qanchaga varıp tuşudu diye ma'ni çıkar. Bunu yana qanday xaslıqlar bor deganda progress. Ma xaslıq olsa buningki ma progressninki qancha %% mengib olganligini, venchang olganligini ko'rsatadi. Andın progress driver deb bir xaslıq var. Ma xaslıqı bo'lsa bu progress barniki ostiga bu rasmni akirib rang tanshib atep qilmaydi, yaxshi yoza olasizlar menga. Progress bar faqat yozgan yaxshi rangni mishadin ko'rsatib bersanlar bo'ldi demişdi. Mishadin chiqarib başani ko'rsatib mana Şeldi körs besanlardan buldu buniki mana. Hazır özgürlük ketdi o men bir tanesini to'g'rilab bersam baştaq. O'zgartib ko'rib baksanlar buldu. Endi endi qanday xaslıq bor deganda indel bir tashqi mashtaq bir xaslıq bor ekan. Bu xaslıq bo'lsa agar rost qilib tanishib aytganda buni oxirgi vaqtda ko'rinmaydi degan gap. Shunda qaraq boshqa xasliqlama endi birdan tutib ko'ra baxsanlar bo'ldi. Buniki in deb nech inli bor. O'shalardan boshlab ko'ra baxsanlar bo'ldi. Biz buni ortiq so'zlab o'ltirmaydi chunki bu pek
Şilçallığa yuqori, lekin yangisini yezib işletsizlar, bundaq bu yerda yezib bo'lmaysizlar buni. Undaqda biz sözlermani yezib bo'ldik shunami? Undaqda biz taktik ishkal bottonda ishkini qo'yib, buniki bottoni bosqanda aldiga keyinga jazo qilib turgan undaq unumdan birini yezib boqayli. Undaqda buningga lightdan birini olib, inner lightdan kenglikni to'liq chiqsin. Egizligi dastlabda 80 tutulsun. Andın bu Android Light Blue'si browser bir işkini asıl tutsun. Yani bu işkisini aralığında azıcık aralıq taşlansın. Android Margin Top 20 dB azıcık aralıq taşlab ettim şunu ama andın yine bunun içiga ishkal botton qo'ymoqchi bo'lgan. Aniqda ishkal botton ishkini aniqlay. Botton andin bu mazmuni qarab chiqsin, deb aytdim. Andin Android teksti zongjiya bo'lsin. Andin buniki orientations'ni tavsiya etaylik. Orientation'si horizontal chiqsin, yangi tizilib chiqsin. Undaqda men buni birini qo'yay. Buniki GNShow bo'lsin. Ma birisi ko'paytirib turadigan, birisi azaltib turadigan bo'lsin. Undaqda bu Android widget'si bir bo'lsin. Maningga bir deb yozib o'tgandan ma o'rinni ikkisi bo'lishib birda bir qilib tanishib 150 oldi degan gap. Birda bir ma o'rin, ma yerga o'rin qanchalik bo'lsa, ma yerga knopkani qanchalik qo'yib eting, bu kengligi o'xshash bo'lib chiqadi degan gap mana. O'xshash bo'lib chiqadi degan gap. Hammasi o'xshash bo'lib chiqadi, ma bir deb qo'yib o'tgandan ma o'zgacha. Hammasi bir kishida o'rin oldi. Hammasi bir egiz bir sipas chiqib qolmaydi, o'xshash chiqadi degan gap. Bunda lightlam ishlatguncha linear light ishlatguncha buncha taxir. Bu pek bilan xos bu. Gar bizden bakamroq bu xos qildi. Bularning endi background'siga video bo'lsin. Background'si tegelikka ko'kran qilib etdim. Undaqda biz bu ko'kran bo'lsa hozir ko'rdinglar. Bir xillam chiqadi shunami? Undaqda Android Margin Lexi 10 dp aldım mouse'un. Andin Android Margin Lexi 10 dp mouse'un. Shunami? Chiroyli chiqdimi? Andin maningma bu qasıqmanın bir ösek bo'ldi, bitti maningma. Anaqa biz moyani chiqarib oldik. Andin maniki kompini qilitay. Endi bo'ldi. Biz aslında ko'rimizni chiqarib oldik desak ham bo'ladi. Endi Javaga o'tib Javani isbaqayli. Private bunun qancha bilmayni qildik hozir. Mani ishlatimiz, ikkita tekst, ikkita program va ikkita botning nima? Tekst TV1 bilan TV2. Ma ishlatish usulini men oldin satib so'zlab berdim-ku, o'xshash bir turli narsalar bu ikkisi. O'xshash bir turli narsalar borki, men bir cho'ng turga ikkita narsani aniqlab oldim degan gap. Duyshanda va sanlar bo'ldi bu. Andin ikkita progress bor vatashida. Buningga PB1 ve PB2 deb olaylik. Buningga ras
Birincisini işletmeymiz şunda ama. Birincisini işletmeymiz. PB2 de bulay. Birinci. Mani Java'da işil usul okşaş fakat mani sözülmeymen men. Bunu alaydı manadek pek her xil özümüz yazanmaymiz fakat yanlış çıkarıp lam işil talaymiz fakat mani. Şuma yanlış çıkarışmaydı sözüldüm ben. Fakat mani sözlep mani muşni işiltisinden cevap görüp andın private çıkal bottun şuna bottun 1 ve bottun 2. Endi biz bularni aniqlaylik. UI bandını dedim ha. Andın bununki UI bandını olan iken biz TV1 andın text diyor find you by ID arqılıq bununki ID'sini gösterdim şimdi ama TV1'de belki ne ID'si tabi bu işkital olan iken ben textige yeni birini koysam lan bunu. Endi progress var şunda ama PB2 PB progress var find you by ID diyor ID diyor PB'de paydoq şunda ama PB2 bu PB2 asıl PB2 bu anaqda bottun deyişkisi var bottonda mayna yazmayacağım bu bottun bir bottun and find you by ID o'xshash bu aniqlashlar bu zujallarning emas aniqlash o'xshash bu alay farqilgan yeri yo'q buni ID'ni bildirdi lightlar ayma botlar ID bilan tutdi bottun bir bo'lsin manınqa bottun 2 deyli andın maya ke bottun 1 mani elepmen textige yeni bir okuyor bu bottun 2 andın yana hem de resmi kod düşsek buludu. Onda da biz bulan aniqlab boldik. Hozir endi qildigan ishimiz bularninki endi biz ma bottonga 12lik yazmış şundami